Antibiotik ichma, antibiotik faqat bakterial holatlarda ichiladi va virusli holatlarda ta'sir qilmaydi deb ko'p gapiribmiz-ku, biz bir важный narsani unutib qo'yibmiz. Virus nima, bakteriya nima? O'zi shu haqida bemorlardan so'rasam, deyarli 90% bu narsani bilmas ekan. Virus bilan bakteriyani ajratishini. Ya'ni u nima, bu nima. Shuning uchun hammasi podrяд ozgina shamollasa, ozgina burni oqsa, ozgina yo'talib qolsa, shamollash deydi-da, sразу antibiotik ichishni boshlaydi. Bu juda mutlaq noto'g'ri. Endi sizlarga hozir virus nima, bakteriya nima, shuni aytib beraman. Virus bu hujayrani ichida yashaydigan juda mayda organizm. U faqat tirik hujayra ichida ko'payadi va tarqaladi. Oddiy shamollash, gripp, ORV bular mavsumiy kasalliklar bo'lib hisoblanadi. Bunaqa paytda faqat 90% virusli kasalliklar chaqirish mumkin. Bakteriya esa bu mustaqil yashay oladigan organizm. Bu ya'ni jonzot, juda mayda jonzot, bakteriya. Uning ba'zilari foydali, ba'zilari esa kasalliklar chaqirishi mumkin. Eng muhim joyi, antibiotik faqat bakteriyaga ta'sir qiladi. Ya'ni ana shu jonli o'zi yashay oladigan bakteriyaga, uning shupilslari bo'ladi, oyoqchalari bo'ladi, shunaqa bakteriya, tirik jonzot shunga ta'sir qiladi faqat. Shuning uchun sal shamollash, burun oqishi, yengil isitma, tomoq og'rig'i, buning 90% holati virusni etiologiya, virusni kasallik bo'ladi. Bunday paytda antibiotik ichish foyda bermaydi. Bu bir. Ikkinchisi immunitetni susaytiradi, ichki mikrofloralarni buzadi. Keyinchalik dorilarga sezuvchanlik, ya'ni resistentность paydo bo'ladi. Ana shu mikrofloralar, ya'ni jonzotlar ana shu ichayotgan antibiotingizga juda ham chidamli bo'ladi. Keyingi safar ichsangiz sizga ta'sir qilmaydi. Sizga juda muhim paytda, ya'ni sizni o'limdan saqlab qolish kerak bo'lgan mahalda antibiotiklar ishlamay qoladi, siz ketaverasiz. Shunda ham aytasiz, vrach lecheniya qila olmadi deysiz. Lekin siz boshida hamma yo'lda kasha qilib qo'ygan bo'lasiz. Qachon antibiotik kerak bo'lishi mumkin? Yuqori va uzoq davom etadigan temperatura, ya'ni tana harorati oshishi, quyuq yashil yiringli ajralmalar kelsa, qon tahlilida bakterial o'zgarishlar bo'lsa, buni oldingi reyslarimda aytib o'tganman, bemorlar ko'rishingiz mumkin. Va shifokor tasdiqlagan bakterial asoratlari bo'lsa, ichish mumkin. Aqlli bosh tana a'zolarining huzuridir. Keling do'stlar, aqlsizlik qilib qo'ymaylik. Antibiotikni behuda ichmaylik. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan doktor Sadiq.